Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hammaga salom. Yaxshi kayfiyatlar bilan yana bugun yangi video tayyorlashga harakat qilaman. Aziz muxlislar, sizlardan bir iltimos, qo'llab-quvvatlab kanalning rivoji uchun videolarimizga like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Unda biz videoni boshladik. Bugungi videoyimiz birinchi xomtok haqida bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, uzumlarimiz hali xomtok qilinmagan va xomtokka tayyor holatda. Ancha baklari kattalashib, yiriklashib, shoxchalari ham rivojlanib, xomtokka deyarli tayyor bo'ldi. Xomtok qilamiz. Xomtokdan keyin bir 2 kun ichida kasalliklarga va har xil hasharotlarga qarshi dorilaymiz. Buni ham video qilib tashlaymiz kanalga. Keyin doridan keyin ko'k kaltaklarini sekin yotqizib simlarga xoli qilib baylaymiz. Bunda uzumlarimiz ancha sifatli va sifatli bo'lgani kabi bir-biriga kirib ketmagan, bir-biriga yopishib qolmagan va xoli jihatda bo'ladi. Shunda kasalliklarga ham uncha chalinmaydi, sog'lom va yaxshi bo'ladi. Mevasi ham asosan uzumlarimiz quyosh nurlaridan oziqlangani uchun hamma kaltayda meva bor, hammasida bir xilda quyoshda nurlaridan bahramand bo'lsa, uzumlarimiz ham sifatli, ham sog'lom, tupimiz sog'lom, kaltaklari ham ancha sog'lom bo'ladi va donlari ham yirik, mevalari ham yiriklashib, uzumimizda hosiliga ham, keyingi yillarga ham foydali bo'lib, kaltaklari yaxshi qizarib pishadi va yaxshi keyingi yilga ham meva to'kadigan pindiglar shakllanadi. Ayni paytda uzumlarimiz mana ko'rib turasizlar. Shoxonak navli uzumimiz shu holatda. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Mevalari joyida, yaxshi. Har yili birdek e'tibor hosilni kamaytirmaydi. Har yili yaxshi e'tibor bersangiz, yildan yilga uzumlarimiz yaxshi, sifatli hosil beradigan bo'ladi. To'g'ri agrotexnika, to'g'ri parvarish uzumchiligimizni rivojlantirib, deyarli hamma dehqonlarimiz xato qilmagan holatda o'zini hosilini nesnobudsiz, sifatli yig'ishtirib xalqimizga yetkazib beradi. Sifatli, yaxshi va menimcha narxlarida ham yaxshi baraka bo'ladi. Yaxshi e'tibor hamisha mehnat qilgan, yaxshi xizmat qilgan, dehqonchilik qilgan elda kam bo'lmaydi degan gap bor. Aziz muxlislar, mana ko'rib turganlaringizdek, shoxonay navli uzumimiz xuddi shu holatda birinchi xomtokka allaqachon tayyor bo'lib ulgurgan. Katta qora baklar, pastki baklar, birinchi, ikkinchi, uchinchi chiqargan baklarni ham olamiz va keyin shoxchalarni ham olamiz. Hozir video davomida buni ham ko'rsatib o'tamiz azizlar. Mana bu yerlar ko'rib turgan joylaring xomtok qilinmagan. Mana sekin xomtok qilingan tomonga qarab yurib boramiz. Farqini sezasizlar aziz muxlislar. Mana ko'rib turganlaringdek barglari yerlarda sochilib yotibdi. Xomtokni rosa ham ko'p bargini olish shart emas, me'yorida. Uzumimizga qarab hozir
uzumimizga unchalik quyoshni to'sadigan jihatlari yo'q. Chunki hali ham rosa ham kapalab yoki rosa bir-biriga quyoshni to'sib qoladigan darajada emas, ko'p bak olish shart emas. Mevasiga ham ortiqcha oftob hozir ziyon. Mevasini cho'zilib katta boshga aylanishiga xalaqit beradi. Imkon qadar kamroq barg olib, tezroq olib turish kerak. Mana ko'rganlaringdek, mana chiroyli holatda xomtoklar qilingan. Mana barglari olingan, pastki barglari mana ko'rsalaring bo'ladi. Yaxshi ko'rinmayapti turgan bo'lsa, bu yoqqa o'tamiz. Azizlar, mana xomtoklar shu holatda, shu zaylda davom etyapti. Endi bu xomtoklarimizni tezroq sifatli dorilar bilan dorilab, har xil kimyoviy dorilar kasalliklarga qarshi ishlatiladi. Keyin ko'k novdalarini ip bilan yoki maxsus vosita baylagichlar bilan baylab mahkamlab chiqamiz. Xomtok qilingan joylar mana ko'rishlaring mumkin. Birinchi xomtokda imkon qadar hozir ko'rsatib o'taman, barglarini ko'p olish shart emas. Pastki barglari birinchi chiqargan o'sha barglari eskirgan hisoblanadi. Hozir qorayib ketgan bo'ladi. Ularni olib keyingi barglari qoladi. Birinchi barglardan 2, 3, 3-gacha bo'lgan barglarni olib tashlashimiz mumkin azizlar. Endingi navbatda azizlar xomtok jarayonini aniq shaklini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana barg, birinchi chiqargan barg pashshayalab mana oq-oq dog'lari bor. Kasallik emas. Buni kasallik deb o'ylash shart emas. Chunki buni oq pashshalar yalab oqartirgan. Keyin hozir unaqa bo'lmaydi. Mana ko'rishlaring mumkin. Uzumimizga qarasak, mana keyingi bargini ham olamiz va keyingisini ham 3 tasini oldik. Mana endi har bir bargning orasidan shoxchalar unib chiqqan. Bularni ham mevagacha bo'lgan joyigacha olamiz. Mevagacha bo'lgan joyda hozir paytda shoxchalarni olib chiqamiz. Nima sababdan deganda, mevagacha bo'lgan oziqa hozirgi paytda shoxlarga qarab ketib qo'yapti. Mana ko'rishimiz mumkin. Bizga shoxlar hozircha keragi yo'q. Keyingi paytda ham xomtoklarda olib boramiz shoxchalarini. Mana birinchi navbatda bargini, birinchi, ikkinchi, uchinchi, keyin barg orasidagi shoxlarni mevagacha bo'lgan hududgacha 5-6 pindik orasida bo'ladi. Mevagacha bo'lgan masofa shunday masofada olinadi. Shoxchalari ham, mana shoxchalarni ham ko'rishimiz mumkin. Deyarli ancha rivojlanib qolgan. Bu mevaga ta'sir ko'rsatib, mevaga bo'lgan oziqani kamaytiradi. Bizga asosan hozirgi paytda mevaga bo'lgan joyigacha bo'lgan shoxlarini olib chiqamiz. Xomtok shu zaylda davom etadi. Boshqa uzumlarimizda ham shu yo'sinda davom ettirsak bo'ladi. Azizlar, mana ko'rib turganlaringdek, xomtok jarayoni shulardan iborat. Ko'pchiliklari xomtokda ko'proq barg olib qo'yishadi. Yo'q, bunday barg olmaylar. Chunki barglar quyosh nuridan ozuqa olib uzumimizga foydali elementlarni quyoshdan qabul qilib oladi. Endi biz mana bunday qora barglarni olib tashlashimiz kerak, chunki bu barglar eskirgan hisoblanadi va uncha biz uzumimizga foyda ham keltira olmaydi. Aksincha ziyoni tegadi. Uzumimizni tez xomtaklab dori sepib agrotexnikasini olib borib turishimiz kerak.
xomtok qilinmagan uzumga kasallik tez tushadi. Qanday kasalliklar? Sho'r va chang kasalliklari juda ham tez xomtok qilinmagan uzumga tushadi. Sababi xomtok qilingan uzumda havo aylanish yaxshi bo'ladi. Havo shaboda qandaydir foydali nimalari bor. Xomtok qilinmasa, mana bu joyiga o'xshab xomtok qilinmasa, barglar orasida havo aylanish kamayadi. Shunda boshqa kasalliklar tez hujumga o'tib uzumimizni kasallikka olib keladi va keyin kasallangandan keyin kurashish qiyin bo'ladi. O'sha xalqimiz tilida aytgandek, xalqimizda borgan kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi. Uzumlarimizda ham shunday kasallikka chalinishini oldini olib, texnika, agrotexnikalarida, xomtoklarida va e'tiborda adashmasligimiz kerak va tez xomtoklarini amalga oshirib uzumimizni yaxshi e'tibor bilan parvarish qilishimiz kerak. Mana ko'rib turganlaringdek, katta barglarni olamiz va shoxchalarini ham olib chiqamiz. Mana ko'rib turasizlar, barglari olinyapti. Shoxchalari ham olinyapti. Mana 3 ta barg oldik. Bo'ladi. Endi tepadan shoxlarni olamiz. Mana ko'rib tursalaring bo'ladi. Shoxchalarini olib, mana mevagacha bo'lgan mevani yonidagi bargni ham shoxini olib bo'ldi. Shu holatda qoladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Xomtokda xuddi shunday yo'sinda olib boriladi. Birinchi xomtok. Keyingi xomtoklar ushbu kaltaklarimiz simga yotqizilib, baylangandan keyin chiroyli holatda taralib olingandan keyin keyingi xomtoklarimizni olib boramiz. Azizlar, shu yo'sinda davom ettiramiz xomtoklarimizni. Hozirgi paytda hamma uzumda xomtok qilish jarayoni qizg'in davom etyapti. Azizlar, bugungi tayyorlagan videomiz shulardan iborat edi. Videoni foydali deb bilsalaring, azizlar, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib o'tinglar. Xato, kamchilik, nuqsonlari bo'lsa, aziz, qadrli, tajribali dehqonlarimiz bo'lsa ham fikrlar almashib, kommentariyada o'z izohlaringni berib qolishlaring mumkin. Tez orada yana yangi videolar tayyorlashga harakat qilaman. Kanalni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr aziz muxlislar.